Cadillac Escalade yoki Mercedes-Benz GLS bilan eng kuchli raqobatni tashkil qila oladigan Range Rover O'zbekistonga yetib borguncha bojxona to'lovisiz bor yo'g'i 189.900 AQSh dollari bo'ladi. Mani fikrim bo'yicha tashqi dizayn bo'yicha GLS dan, ichki dizayn bo'yicha esa Cadillac'dan chiroyli. Agar so'zimda xatoli bo'lsa, to'g'rilab ketsangiz bo'ladi. Lekin umuman olganda insoniyat tarixi ko'rgan eng sifati baland avtomobillardan biri ham aynan shu bo'ladi. Har doimgidek pnevma podveska va P530 uchun mashhur bo'lgan Gloss Black R20 diskalarida. Yarim tonnadan oshadigan og'irligi bilan bor yo'g'i to'g'ri 6 sekund sarf qiladigan o'sha BMW ning mashhur dvigateli o'rnatilgan bo'ladi va u darabotka qilingandan keyin to'g'ri 4 litrli va образный 8 silindrli twin turbo 530 ot kuchi 750 Nm 8 pog'onali uzatmalar qutisi bilan o'rnatilgan bo'ladi. Yoqilg'i xarajati esa 20 litrgacha mix holatda bo'lishi mumkin.